Hormanglar, bizani kottejimizdan bittasi ot ida suvdan chiqibdi. Ustakalarimiz молодец. Yoni va orqa tomonini qilib bo'lishdi. Ikkinchisiga qarab ketishyapti, xudo xolisa. Undan tashqari har bitta kottejimizga atalgan mana kanalizatsiyalarimizni ustini ustakalarimiz monolit bilan to'ldirib qo'yishibdi. Bunisini ham, nargisini ham, hozir unisini ham ko'rsat. Mana bu ikkinchisi deb hisoblaydigan bo'lsak, bu uchinchisi. Kanaluga gap yo'q. Monolitlar bilan taxlab qo'yishibdi. Hozir to'rtinchisini ko'rsataman. Mana bu to'rtinchisi. Buni ham ustakalarimiz ustiga monolitni qotirib qo'yishibdi, gap yo'q. Молодцы. Xudo xolisa kanaluga baquvvat bo'ladi, zo'r bo'ladi. Yana bitta kottejimiz elektricheskiy qismlari уже 100% tayyor bo'libdi, gap yo'q. Ustakalarimizga koridor bo'lsa, bu xona bo'ladigan bo'lsa, молодцы. O'ragan. Yana bitta xona elektrikalari bilan birga selim ikkinchi etajlarni ham hal qilib bo'lishibdi. Молодцы. Assalomu alaykum. Ustaka, yaxshimisiz? O'sha tugatay deb qolibsiz-a? Shu bugun urib tashlaysiz. Yaxshi xolasa. Zo'r. Assalomu alaykum aka. Ha, bu xona ham bugun tugab qolar ekan, ha? Gap yo'q. Zo'r. Usta akalarimiz уже abrishotkani ham qoqishni boshlashibdi. Молодцы. Gap yo'q. Ya bismillah. В целом xudo xolasa уже shifri qoqadigan moment ham yaqinlashib qopti. Da gap yo'q. Yarimi bo'pti. Bu yarimi qolibdi-da, ustaka. Nasib bo'lsa.